Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari, mana bugun Xudo xolasa o'zimizni Qizilchaga, kultivatsiyaga tushdik ikkita motoblogda. Endi ikkalamiz kultivatsiyasi har xil. Dizelimizniki mana bunaqa temir balon. Hozir benzinligimiz kelsa ko'rsataman. 12 so'tlik bir marta o'talik, yana o't bosib ketdi. Bundan keyin ikkita motoblogda qilmasak ochib olish qiyin bo'lyapti. Bu o'talgan holati o'ta bo'lishimiz bilan yomg'ir yog'vordi. Yana o't bosdi. Yana arig'ini kultivatsiya qilib, yana sekin o'tab qo'yamiz. Benzinli motoblogimizdan kelyapti. Videoga olishga hech kim yo'q. Endi o'zim sahnam olib tashib turaman, Xudo xolasa. Ikkita qilsak, ertaga zakazlar bor edi. Shuning uchun o'zimizga tezroq qilib zakazga chiqib ketamiz. Birda yurunda. Ehtiyot bo'l, davay. O'ti o'lsin, o'ti muhimi yo'qsa. Nima gaplar hurmatli obunachilarimiz? Ha, davay, bosur, ehtiyot bo'l. Qancha qolmay muhimi. Yana o'tib videoga oltiradigan odam